Assalomu alaykum barchaga. Bugun mana ikkinchi darsimizni boshlaymiz HTML da, ya'ni web qanday ishlaydi. Bu darsda biz siz bilan web qanday ishlashini oddiy va tushunarli qilib chiqamiz. Tasavvur qiling, brauzerni ochdik. Misol uchun brauzerni ochdik va bu yerda misol uchun любой bitta veb-sayt nomini yozsak, misol uchun onlayn mahalla. Mahalla. Mana bu yerda bu veb-sayt kelib chiqdi. Endi enterni bosamiz va bu yerda sayt kelib chiqdi. Va ekranimizda paydo bo'ladi. Endi buni bosqichma-bosqich tushunamiz. Va brauzer nima? Brauzer ya'ni bu internet sahifalarini ko'rsatuvchi dastur, ya'ni internetga chiqadigan dastur. Biz unga domen nomini beramiz va u shu saytni topishi kerak bo'ladi. Lekin brauzer o'zi saytni bilmaydi, uni qayerdan topishini bilmaydi. Shuning uchun u DNS dan yordam so'raydi. DNS ya'ni va domen. Domen bu saytni o'qilishi oson manzili, ya'ni userga, ya'ni foydalanuvchi o'sha domenni esda saqlash oson bo'lgani uchun domen kerak bo'ladi. Misol uchun google.com, instagram.com, Facebook va shunga o'xshagan veb-saytlarni eslab qolish uchun domen name kerak bo'ladi. DNS nima? DNS bu domenni IP manzilga tarjima qilib beradigan tizim. Misol uchun bizda google.com yoki boshqa Realsoft desak, misol uchun Realsoftning veb-sayti bu yerda domen yoziladi. Ana bu domen. Realsoft.com bu domen name. Lekin kompyuter bizga ana buni tushunadi. Misol uchun ana bu tarzda tushunadi. Shunaqa tarzda tushunadi kompyuter. Keyingisi serverga so'rov yuborilishi. Ya'ni DNS IP manzilni qaytaradi. Brauzer endi shu IP ga HTTP yoki HTTPS so'rov yuboriladi. Ya'ni biz brauzerga URL manzilini kiritganingizda, brauzer shu manzil bo'yicha tegishli serverga so'rov yuboradi. Bu so'rovda siz qaysi sahifani ko'rmoqchi ekanligingiz, brauzeringiz turi va boshqa kerakli ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Ya'ni bizda brauzerda endi shu IP ga HTTP yoki HTTPS so'rov yuboriladi. Bizda ikki xil so'rov mavjud, ya'ni HTTP va HTTPS. Buni farqi nimada deb o'ylashingiz mumkin. HTTP Hypertext Transfer Protocol, ya'ni shu veb-saytlarga ulanishga yordam beradigan protokol. HTTPS ham shunday, lekin HTTP bu not secure, uncha xavfsiz bo'lmagan protokol deyishimiz mumkin. HTTPS bo'lsa Hypertext Transfer Protocol Secure, ya'ni xavfsiz bo'lgan protokol deyiladi. Buning porti 80, HTTPning porti 80, HTTPSniki 443. Keling darsga qaytamiz. Ya'ni ma'lumotlar internet orqali TCP va IP protokollari yordamida uzatiladi. TCP ya'ni Transmission Control Protocol, ya'ni ma'lumotlarning ishonchli yetib borishini ta'minlaydi. IP esa internet protokol, ya'ni ma'lumot paketlarini to'g'ri manzilga yo'naltiradi.
Keyingisi serverdan javob. Server bizga 3 ta asosiy faylni yuboradi. Ya'ni HTML, CSS va JavaScript va boshqa bir fayllar. Va ularni brauzerga qaytaradi. Misol uchun saytda ko'rsak, misol uchun bizda mana onlayn mahalla. Bu yerda server bizga 3 ta faylni yuboryapti. Bu yerda bir qancha fayllarni yuboryapti. Ya'ni bu yerda ko'rish uchun sichqonchaning o'ng tomoni bosiladi va inspect ko'riladi. Bu yerda veb-saytning source code qismi ko'riladi. Ya'ni veb-sayt orqasida qanday kodlar ishlatilayotganini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda source fayllar, qanday JS kodlar ishlatilgan va barchasi mana shu yerda ko'rinadi. Barcha JS fayllar va boshqa fayllar barchasi shu yerda ko'rinadi. Networking refresh berganda nimalar ishlayotganini ko'rishingiz mumkin. Polni datalar ko'rinadi. Qancha memory olyapti, performance va boshqa konsoldagi elementlarni ko'rishingiz mumkin. Bu fayllar internet orqali paketma-paket bo'lib keladi va brauzer ularni yig'ib oladi. Ya'ni yig'ib oladi. Keyingisi HTML, CSS va JavaScript vazifalari. HTML aytganimizdek Hypertext Markup Language, ya'ni sahifaning skelet qismi deb qarasak bo'ladi. Bu yerda sarlavhalar, matnlar va boshqa bir elementlarni o'z ichiga oladi. CSS Cascading Style Sheet, ya'ni sahifaga bezak berish, ya'ni ranglar, shriftlar joylashuvi va boshqalarni o'z ichiga oladi. JavaScriptda bu sahifaga interaktiv va dinamik o'zgarishlar qo'shadi. Ya'ni foydalanuvchi bilan o'zaro aloqani ta'minlaydi. Masalan, tugmalarni bosish, animatsiyalar va boshqa ma'lumotlarni yuklashga yordam beradigan language'lar, ya'ni programming language'lar. Browser rendering jarayoni, ya'ni brauzer serverdan qabul qilgan HTML, CSS va JavaScript fayllarni bosqichma-bosqich qayta ishlaydi va foydalanuvchiga ko'rinadigan sahifani yaratadi. Ya'ni fayllarni qabul qilish, DOM ya'ni Document Object Model yaratish, CSS tahlili, sahifani joylashtirish va chizish, va JavaScript ijrosi, JavaScriptning ishlatilish jarayoni. Fayllarni qabul qilishda brauzer HTML, CSS, JavaScript kodlarini serverdan qabul qiladi va Document Object Model yaratishda HTML kodini tahlil qilib, sahifaning elementlari iyerarxiyasini belgilaydi. Ya'ni skelet qismini belgilaydi. CSS qoidalarni qo'llab, har bir elementni uslubini aniqlaydi. Qanday uslubda ishlatilgan, qanday ranglar ishlatilgan, shunisini aniqlaydi. Border, fizz, height va barcha piksellarni shu yerda beradi. Va sahifani joylashtirish va chizish elementlarni ekranga to'g'ri joylashtirib, vizual ko'rinishga yaratadi. Ya'ni visual environment tayyorlaydi. User test qilish uchun. JavaScript ijrosi JavaScript kodini ishga tushirib, sahifaga interaktivlik va dinamik xususiyatlar beradi. Ya'ni, misol uchun mana shu saytda ko'rsak, qayerda JavaScript ishlatilyapti desangiz, mana bu yerda. Mana bu yerda ham, mana shu o'zi ham JavaScript. Mana shu yerda bo'layotgan jarayon ham JavaScript. Misol uchun mana email, misol uchun tizimga kirish qilsak, mana bu yerda JavaScript ishlayapti. Mana bu yerda JavaScriptning login authentication ishlayapti. Ya'ni loginda
tekshiruv jarayoni ishlaydi. Keyingisi, ya'ni bugungi darsimiz ham yakunlandi. Biz bugungi darsda webning qanday ishlatilishi, ya'ni brauzer qanday ishlaydi, web nima, domen nima, DNS nima, serverga so'rov qanday yuboriladi va shunga o'xshash mavzularni biz ko'rib chiqdik. Va savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha sog' bo'ling.